Assalomu alaykum. Innova kitobi 29-mavzu bir necha kuch ta'sirida jismlarning harakati masalalarini video yechimini boshladik. Birinchi masala. Massasi 7 kg bo'lgan jism gorizontal tekislikda 49 newton gorizontal kuch ta'siri ostida harakatlanyapti. Jism va tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.2 ga teng bo'lsa, jismning tezlanishi topilsin. Demak, bu yerda jism gorizontal tekislikda F kuch ta'sirida harakatga kelyapti ekan, mana shu F kuch agar bundagi ishqalanish kuchini yenga oladigan bo'lsa, jism harakatga kelishi mumkin. Shunda agarda F kuchimiz harakatlantiruvchi kuchdan ishqalanish kuchidan bu yerda hosil bo'layotgan ishqalanish kuchidan katta bo'ladigan bo'lsa, ishqalanish kuchini yengadi-da sistemaga tezlanish berishi mumkin bo'ladi. Demak, birinchi jismda hosil bo'layotgan ishqalanish kuchini topib olamiz. F ishqalanish barobar mu mg gorizontal tekislikda ishqalanish kuchi. Mu'imiz 0.2, massasi esa 7 kg ekan. Demak, 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14 newton. Jismga ta'sir qilayotgan kuch esa 49 newtonga teng. Demak, bu holda jismning olgan tezlanishi F natijaviy taqsim m bo'ladi. Ya'ni F minus F ishqalanish taqsim m ga teng bo'ladi. 49 dan 14 ni ayiradigan bo'lsak, 35 taqsim 7 barobar 5 metr taqsim sekund kvadrat. A javob. Ikkinchi test. Massasi 4 kg bo'lgan jism gorizontal sirtda turibdi. Unga 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berish uchun qanday kuch bilan ta'sir qilish kerak deyilyapti. Hozirgi masalani o'zi hosil bo'ladigan ishqalanish kuchini topib olamiz. Mu mg barobar o'rniga qo'yiladigan bo'lsa 4 ko'paygan mu'imiz 0.2, uni g ga ko'paytirsak 2 barobar 8 newton ekan. Jismga ta'sir qiladigan kuch ishqalanish kuchini yengib jismga tezlanish berishi kerak ekan. O'rniga qo'yadigan bo'lsak 8 plus 8 barobar 16 newton. Da javob. Uchinchi test. 10 tonna massali yuk mashinasi joyidan 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan qo'zg'aldi. Agar harakatga qarshilik koeffitsiyenti 0.5 ga teng bo'lsa, tortish kuchi qanday bo'lishi kerak? Demak, yuqorida yozganimizdek, tortish kuchimiz ishqalanish kuchi bilan inersiya kuchini yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni ishqalanish kuchini yengib jismga tezlanish beryapti. Ishqalanish kuchimiz esa mu mg ga teng plus ma. Xohlasak massani qavsdan tashqari chiqarib yuborsak, m mu g plus a bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblaymiz. Mu'imiz 0.5 ga teng, g ko'paytirsak 0.10 dan 5, unga 1 ni qo'shsak 1,5. Demak, 10 tonnadan kilogramga o'tib olamiz. 10 darajasi 4 ko'paygan 1,5 barobar 15, 10 darajasi 3 newton yoki 15 kilo newton. Da javob. Navbatdagi test. Massasi 1000 tonna bo'lgan poyezd gorizontal yo'nalishda harakatlanmoqda. Poyezdning tortish kuchi 15 10 darajasi 5 newton bo'lsa va ishqalanish koeffitsiyenti 0.1000 dan 5 ga teng bo'lsa, poyezd qanday tezlanish oladi deyilyapti. Demak, ishqalanishni topib olamiz. Osonroq. Mu mg o'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, mu'imiz 5 10 darajasi minus 5 minus 3. Massasi 1000 tonna, ya'ni 10 darajasi 6 ko'paygan g'imiz 10 ga teng barobar 10 darajasi minus 3 bilan 10 darajasi plus 6 qisqarib 10 darajasi 3 qoladi. 5 ni 10 ga ko'paytirsak 50 10 darajasi 3 newton bo'lyapti yoki 50 kilo newton. Ana endi jismning olgan tezlanishini topish uchun jismda tortuvchi kuchidan hosil bo'layotgan ishqalanish kuchini ayrimizda uni massaga bo'lib yuboramiz.
Demek 100'ü 10 darajasi 3 ga aylantirib oladigan bo'lsak, yoki 150 10 darajasi 4 minus 5 10 darajasi 4 taqsim massamiz 10 darajasi 6 barobar 150 dan 5 ketadigan bo'lsa 145, uni 100 ga bo'lib olsak 1,45 bo'lyapti. Javob. 5-test. Poyezd 1,5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanmoqda. Elektrovozning tortish kuchi 1550 kN, qarshilik koeffitsiyenti 0,5 ga teng bo'lsa, poyezdning massasini toping deyiladi. Demak, bu yerda tortish kuchi ishqalanish kuchini yengib, jismga tezlanish beryapti. Ishqalanish kuchini o'rniga mu m g ni qo'yadigan bo'lsak, massani qavsdan tashqari chiqarib yuborsak, F barobar bo'ladi m mu g plus a ga. Va bundan m ni topadigan bo'lsak, F taqsim mu g plus a ga teng bo'ladi. Barobar tortish kuchi 1550 10 darajasi 3 ga teng bo'lyapti. Mu'imiz 0,5, uni g ga ko'paytirsak 0,5 bo'ladi. Tezlanishga qo'shadigan bo'lsak 1,55 bo'ladi. Barobar 10 darajasi 6 kilogramm yoki 1000 tonna bo'ladi. B javob. 6-test. Olti kilogramm massali jism gorizontal tekislikda tinch turibdi. U qancha kuch ta'sirida 1 sekundda 2 metr taqsim sekund tezlikka erishadi deyilyapti. Demak, birinchi tezlanishni topadigan bo'lsak, v taqsim t bo'ladi. Boshlang'ich tezligi 0 ga teng bo'lgani uchun o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2 taqsim 1 barobar 2 metr taqsim sekund kvadrat bo'lyapti. Jismga ta'sir qiluvchi tortish kuchi ishqalanish kuchini yengib, unga tezlanish berishi kerak. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, ishqalanish kuchimiz 4 newtonga teng ekan, plus massasi 6 kilogramm, uni 2 ga ko'paytirsak 12 barobar 16 newton. B javob. 7-test. Tortish kuchini og'irlik kuchiga nisbati 0,12 ga teng. Harakatga qarshilik koeffitsiyenti berilyapti. Jism qanday tezlanish bilan harakat qiladi deyilyapti. Demak, jismga ta'sir qiluvchi tortuvchi kuchimiz yuqorida yozganimizdek mu g plus a ga teng bo'ladi. Og'irlik kuchi esa m g ga teng bo'ladi. Mana shu tortish kuchini og'irlik kuchiga nisbatini beryapti bizga 0,12 ga teng deb. O'rniga qo'yganimizda massalari qisqarib ketadi-da, k barobar bo'ladi mu g plus a taqsim g ga. Va bundan a ni topadigan bo'lsak, a barobar bo'ladi k minus mu g ga barobar 0,12 dan 0,7 ketsa 0,5 qoladi. Uni g ga ko'paytirsak 0,5 metr taqsim sekund kvadrat. A javob. 8. Avtomobil 10 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakat qilmoqda. Uning tortish koeffitsiyenti qanday? Qarshilik koeffitsiyenti berilyapti. Yuqorida yozganimizdek, tortish koeffitsiyentini topish uchun, ya'ni k ni topish uchun mu plus a taqsim g ni hisoblashimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda g ga bo'lib yuborilyapti. Mu'imiz 0,5 plus tezlanishimiz 10 ga teng ekan, 10 ni 10 ga bo'lsak 1 barobar 1,5 ga teng bo'lyapti. A javob.
9. Avtomobil 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakat qilmoqda. Uning tortish koeffitsiyenti qanday deyilyapti? Yana o'sha formula k barobar mu plus a taqsim j o'rniga qo'yib hisoblaniladigan bo'lsa 0,58 ga teng bo'lyapti. S javob. 10-si. Demek 10-sida aynan mana shu k ni so'rayapti. K ni demek k barobar mu plus a taqsim j formula orqali yoki k barobar mu j plus a taqsim j formula orqali hisoblab topishimiz mumkin bo'ladi. Endi bundan tezlanishni topadigan bo'lsak, a barobar bo'ladi k minus mu ko'paygan j. B javob. P og'irlikka ega avtomobil tinch holatdan harakatga keldi va t vaqtda v tezlikka erishdi. Buning uchun dvigatelning tortish kuchi qanday bo'lishi kerak? Demak, birinchi avtomobilda olgan tezlanishni topadigan bo'lsak, bu v taqsim t ga teng bo'ladi. Tortish kuchini topadigan bo'lsak, tortish kuchimiz jismda ishqalanish kuchini yengib, unga tezlanish berishi kerak bo'lardi. Va bunda massani qavsdan tashqari chiqarib yuborsak, tortish kuchimiz m mu j plus a ga teng bo'lardi. J ga ko'paytirib j ga bo'lib yuborsak, mj taqsim j bo'ladi. Mj imiz esa bizga p ni beradi. Yoki massani o'rniga p taqsim j ni qo'ysak ham bo'laveradi. Mu j plus a. A o'rniga esa v taqsim t qo'yiladi. Demek bu yerda F tortuvchi kuchimiz endi barobar bo'lyapti. J ni qavsgacha ko'paytirib yuborsak, P mu plus A taqsim J barobar P mu plus A o'rniga V taqsim T ni qo'ysak, V taqsim J T bo'ladi. Javob. Bu yerda ishqalanish koeffitsiyenti mu ni k da berilgan. 12. Massasi 2 kg bo'lgan jism 2 tizimcha yordamida ikkita bir xil kuch bilan gorizontal yo'nalishda tortib ketilmoqda. Agar tizimchalardan biri uzilib ketsa, jism qanday harakat qiladi deyiladi. Demak, birinchi holatda gorizontal yo'nalishda bir xil ikkita kuch bilan, ya'ni 10 newtondan bo'lgan ikkita kuch bilan tortib ketilyapti. Bunda jismda hosil bo'layotgan ishqalanish kuchini topadigan bo'lsak, ishqalanish kuchimiz mu m j bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblanilsa 10 newtonga teng bo'ladi. Birinchi holda jismga ta'sir qilayotgan kuchimiz ikkita 10 newton bo'lyapti, ya'ni 20 newton. Bu kuch ishqalanish kuchidan katta bo'lgani uchun jism tezlanish bilan harakatlanadi. Ya'ni A barobar F1 minus F ishqalanish taqsim m bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblanilsa 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanadi. U ma'lum bir vaqt harakat qilganda qandaydir tezlikka ega bo'ladi. Shunda mana shu iplardan biri uzilib ketadigan bo'lsa, bitta 10 newton qoladi. Ya'ni ikkinchi holatdagi tortish kuchimiz 10 newtonga teng bo'ladi. Va bu 10 newtonimiz ikkinchi holatdagi tortuvchi kuchimiz jismda hosil bo'layotgan ishqalanish kuchiga teng bo'lgani uchun jism u yog'iga tekis harakat qilishda davom etadi. Ya'ni qanday tezlikka erishgan bo'lsa, uzilib ketgungacha ana shu tezligi bilan o'zgarmas
harakat qiladi, ya'ni tekis harakat qiladi. D javob. 13. Og'irligi 180 kN bo'lgan beton plita yer sirtida tekis sudralmoqda. Tortish kuchi 54 kN bo'lib, gorizontal yo'nalgan. Ishqalanish koeffitsiyentini toping deyilyapti. Demak, tekis tortib ketilmoqda. Tekis tortib ketilmoqda degani tortish kuchi ishqalanish kuchiga teng bo'lgani uchun jism tekis harakat qilmoqda degani. Tortish kuchi bor bizda. Ishqalanish kuchini o'rniga mu mg oladigan bo'lsak yoki mu p oladigan bo'lsak va bundan mu ni topadigan bo'lsak, mu yimiz barobar bo'ladi F tortuvchi taqsim p ga barobar 54 10 darajasi 3 taqsim 180 10 darajasi 3 barobar surat mahrajni 6 ga bo'lib yuborsak 9 taqsim 30 bo'ladi. 3 ga ham bo'lib yuborsak 3 taqsim 10 bo'lib 0.10dan 3 ga teng bo'lyapti. Javob. 14. Massasi 0.2 kg bo'lgan brusak gorizontal tekislikda dinamometr yordamida tekis tortilmoqda. Dinamometrning ko'rsatkichi 0.5 N bo'lsa, sirpanish ishqalanish koeffitsiyentini toping. Demak, bu yerda ham dinamometr tortish kuchini ko'rsatib turibdi va bundan mu ni topsak, F tortuvchi taqsim m j bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. Tortuvchi kuchimiz 0.5, massasi esa 0.2 ni j ko'paytirsak 2 bo'ladi. Barobar 0.25. S javob. 15. Po'lat oyoqli chana muz ustida 4 N gorizontal kuch ta'siri ostida tekis harakatlanmoqda. Chananing og'irligi qanday? Demak, tekis harakatlanyapti. Bu degani tortuvchi kuchimiz ishqalanish kuchiga teng, ya'ni mu p ga teng bo'ladi. Va bundan biz p ni topadigan bo'lsak, F tortuvchi taqsim mu ga teng bo'ladi. Tortuvchi kuchimiz 4 N ga teng, mu yimiz esa 0.102 ga teng ekan. Demak, surat mahrajni 100 ga ko'paytirib olsak, 400 taqsim 2 barobar 200 N. D javob. 16. Chana muz ustida 4 N gorizontal kuch ta'sirida tekis harakatlanmoqda. Agar muz bilan chana orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.102 ga teng bo'lsa, chananing massasi qanday deyilyapti. Demak, yuqoridagi ifodada tekis harakat qilyapti. Tortuvchi kuchimiz ishqalanish kuchiga teng. Bundan massani topadigan bo'lsak, F tortuvchi taqsim mu j bo'ladi. Barobar 4 taqsim 0.2 barobar 20 kilogramm. Javob. 17. Chanadagi qaysi qismlarda ishqalanish kuchi tortish kuchiga teng? Chizmadagi qaysi qismlarda, demak 17, qaysi qismlarda tortish kuchi ishqalanish kuchiga teng? Agarda tortish kuchi ishqalanish kuchiga teng bo'ladigan bo'lsa, unda jism tekis harakatlanadi, ya'ni uning qiymati o'zgarmaydi, tezligining qiymati. Demak, 1 va 3 oralig'ida tezlik o'zgarmayapti va tortish kuchi og'irlik kuchiga teng bo'lyapti. B javob. Tortish kuchi ishqalanish kuchiga teng bo'lyapti. 18. Chizmani qaysi qismida tortish kuchi ishqalanish kuchidan katta? Agarda tortish kuchi ishqalanish kuchidan katta bo'ladigan bo'lsa, unda jism tekis tezlanuvchan harakatda ishtirok etadi. Ya'ni unda
a barobar konstant bo'ladi, tezligi esa ortib boradi. Bu yerda esa tezligi ortib borayotgan holat faqat 5-oralig'ida tasvirlangan. o'n to'qqiz. Gorizontal harakatlanayotgan jismga qo'yilgan tortish kuchi ishqalanish kuchidan kichik bo'lib qolsa, demak, tortish kuchi ishqalanish kuchidan, ya'ni chegaraviy shart deb aytgandik oldingi mavzularda, mana shu chegaraviy shartdan kichik bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Unda jism joyidan jilmaydi, tinch holatda turadi va tinchlikdagi ishqalanish kuchi hosil bo'ladi. Javob harakatlanmaydi. 20. Inersiya bo'yicha harakatlanayotgan jism ishqalanish kuchlari ta'sir eta boshlagach qanday harakat qiladi? Demak, jism qandaydir tezlik bilan ketayotgan edi, ya'ni o'zining inersiyasi bilan ketayotgan edi. Agar unga ishqalanish kuchi ta'sir qila boshlagan bo'lsa, jism ishqalanish kuchi ta'sirida sekinlanuvchan harakatda ishtirok etadi. Demak, tekis sekinlanuvchan harakat. B javob. 21. Grafikning qaysi birida faqat ishqalanish kuchi ta'siridagi harakat tasvirlangan? Jism faqat ishqalanish kuchi ta'sirida harakat qilayotgan bo'lsa, demak u tormozlanayotgan bo'ladi, ya'ni sekinlanuvchan harakatda ishtirok etayotgan bo'ladi. Bunday javob B da turibdi. Tezligi kamayib boryapti. 22. Gorizontal muz ustida inersiyasi bilan sirpanayotgan shaybani tezlanishi -0,3 metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, ishqalanish koeffitsiyenti qanday? Agarda jism faqat ishqalanish kuchi ta'sirida harakat qilayotgan bo'lsa, u sekinlanuvchan harakatda ishtirok etayotgan bo'ladi va mana shu ishqalanish kuchi jismga tezlanish beradi. Unda demak mu mg imiz ma ga teng va bu yerdan a ni topsak mu g ga teng bo'ladi. Bundan foydalanib mu ni topadigan bo'lsak a taqsim g bo'ladi. 0,3 ta g ga bo'lsak 0,3 ga teng bo'ladi. Javob. 20 emas, S javob ekan. Bunga qaramoqmiz. Sekinlanuvchan harakat qilayotgan uchun manfiy tezlanish olinyapti. 23. da javob bo'lyapti. Endi 23 ni ko'radigan bo'lsak, ishqalanish koeffitsiyenti berilyapti, tezlanish so'ralyapti. A barobar mu g o'rniga qo'yilsa 0,2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan sekinlanuvchan harakatda ishtirok etadi. Endi sekinlanuvchan harakat qilish uchun demak tezlanish manfiy bo'lishi kerak edi. Bu oldingi darslarda ko'rgan edik. Ya'ni modul emas, tezlanishni o'zi berilyapti ekan. Shuning uchun -0,2 degan javobni qabul qilamiz. B javob. 24. Qachonki modul etsa, keyin musbat qiymatda olishimiz mumkin bo'ladi. 24. Tormozlanish yo'li formula yordamida hisoblaniladi. Demak, yuqorida aytganimizdek, tormozlanayotgan, ya'ni sekinlanuvchan harakatda ishtirok etayotgan jismning tezlanishi a barobar mu g bo'ladi. U holda uning bosib o'tgan yo'li s barobar v0 kvadrat taqsim 2a bo'ladi, ya'ni v0 kvadrat taqsim 2 mu g. Bu formula tormozlanish yo'li deb ataladi. Qaysi fizik kattalik qanday o'zgartirilsa tormozlanish yo'li ko'proq kamayadi? Tormozlanish yo'li kamayishi uchun tezligi kamayishi yoki mu ortishi kerak bo'ladi. Demak, v0 ni kamaytirib mu ni oshirilsa degan B javobni qabul qilamiz. Ya'ni kasrning qiymati kamayishi uchun surat kamayib, maxraj ortishi kerak bo'ladi. 25.
Gorizontal yo'lda 15 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanayotgan mototsiklning qarshilik koeffitsiyenti 0,5 ga teng bo'lsa, avtomobil qanday masofani bosib o'tib to'xtaydi? Demak, uning tormozlanish yo'li s barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu j bo'ladi. v0 imiz 15 ga teng, kvadrat 225 taqsim 2 mu j 1 barobar 225 metr. Javob. 26 90 km taqsim soat tezlik bilan ketayotgan avtomobil tormoz bergach 2 sekundda to'xtadi. Tormozlanish yo'li qanday? Demak, 2 sekundda to'xtayapti. Uning bosib o'tgan yo'li xuddi tekis sekinlovchan harakatda topilganidek a t kvadrat taqsim 2 yoki v0 taqsim 2 ko'paygan t formula orqali hisoblab topiladi. v0 imiz bu yerda 90 km taqsim soat ekan, uni metr taqsim sekundga aylantiramiz. Demak, 25 taqsim 2 ko'paygan t imiz 2 barobar 25 metr. B javob. 27. Tormoz bergan avtomobil asfaltda 25 metr iz qoldirib to'xtagan. Agar g'ildiraklar bilan asfalt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0,45 ga teng bo'lsa, avtomobilning dastlabki tezligini toping. Demak, tormozlanish yo'li 25 metr ekan, ishqalanish koeffitsiyenti 0,45. Tormozlanish yo'li s barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu j formula orqali hisoblab topilar edi. Bundan v0 ni topadigan bo'lsak, ildiz ostida 2 mu j s bo'ladi. Hisoblaymiz. v0 barobar ildiz ostida 2 ko'paygan 0,45 ko'paygan 10 ko'paygan 25 barobar, uni ko'paytirsak 9 bo'ladi, undan 3 chiqadi, 25 dan esa 5 chiqib 15. D javob. Yigirma 28 gorizontal yo'lda 20 metr taqsim sekund tezlik bilan borayotgan avtomobilning tormozlanish vaqti necha sekund bo'ladi? Tormozlanish vaqtini topish uchun t barobar v0 taqsim a ni hisoblasak bo'ldi. v0 o'rniga 20 ni olamiz, a o'rniga mu j ni hisoblaymiz. 0,5 ko'paygan 10 barobar 4 sekund. A javob. 29. 72 km taqsim soat tezlik bilan ketayotgan avtomobilga tormoz berilgach, u 25 metr yo'l bosib to'xtadi. G'ildiraklar bilan yer orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini toping. Demak, mu ni topishimiz kerak. Tormozlanish yo'li v0 kvadrat taqsim 2 mu j edi. Bundan mu ni topsak, v0 kvadrat taqsim 2 j s bo'ladi. O'rniga qo'ysak, v0 imiz 72 km taqsim soat, uni metr taqsim sekundga aylantiramiz. 20 metr taqsim sekund bo'ladi. Uni kvadrati 400. S masofamiz esa 25, uni 2 ga ko'paytirsak 50, j ko'paytirsak 500 barobar 4 taqsim 5 bo'lib 0,8 ga teng bo'lyapti. D javob. 30. Gorizontal stol sirtida turgan jism turtib yuborilgach 1 sekundda 1 metr yo'l o'tib to'xtadi. Ishqalanish koeffitsiyentini toping. S barobar a t kvadrat taqsim 2 bo'lish kerak. A o'rniga tormozlanish tezlanishini yozsak, mu j t kvadrat taqsim 2 bo'ladi va bundan mu ni topadigan bo'lsak, mu barobar 2s taqsim j t kvadrat bo'lyapti. Barobar s masofamiz 1 metr, 2 ko'paygan 1 taqsim 10 ko'paygan 1 barobar 0,2. D javob. 31.
Tezligi 5 metr taqsim sekund bo'lgan 20 kg massali jism ishqalanish kuchi ta'sirida 25 metr yo'l o'tib to'xtadi. Ishqalanish kuchi qanday deyilyapti? Demak, ishqalanish kuchi ta'sirida jism tezlanish oladi dedik, ya'ni ma, a o'rniga esa 2s taqsim v kvadrat taqsim 2s da yozsak bo'laveradi. Tezlik bilan masofa berilyapti ekan. Demak, m ko'paygan v0 kvadrat taqsim 2s bo'lyapti. Barobar o'rniga qo'yamiz. Massasi 20, v0imiz 5 kvadratga oshirsak 25, 20 ko'paygan 25 taqsim masofamiz ham 25 ga teng ekan. 25 lar qisqarib ketsa 10 newton. S javob. 32. Tormoz berilgach 36 km taqsim soat tezligi bo'lgan tramvay necha sekunddan so'ng to'xtaydi? Tormozlanish vaqti v0 taqsim a, ya'ni v0 taqsim mu j bo'ladi dedik. v0imiz 10, muimiz esa 0.125, j ko'paytirsak uni 2,5 bo'ladi. 4 sekund. 33. Uzunligi L bo'lgan avtomobilning tezligi qanday bo'lganda tormozlanish yo'li avtomobil uzunligidan 2 marta katta bo'ladi? Demak, tormozlanish yo'limiz 2L ga teng ekan. Tormozlanish yo'li avtomobil uzunligidan 2 marta katta bo'ladi. Ishqalanish koeffitsiyenti berilyapti. Boshlang'ich tezligi so'ralyapti ekan. v0 barobar ildiz ostida 2 mu j s ga teng bo'lar edi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, v0 barobar ildiz ostida 2 ko'paygan 0.25 ko'paygan 10 ko'paygan s o'rniga ham 2l olsak barobar 2 bilan 2 ko'paysa 4 bo'ladi. Buni 4 ko'paytirsak 1 bo'ladi. 1 da 10 ga ko'paytirsak bu yerda j ligicha qolibdi. Demak, bu ildiz ostida jl ni o'zi bo'ladi. S 34. Muz ustidagi shaybaga ta'sir etilgandan so'ng u 5 sekundda 20 metr masofani bosib o'tib to'xtadi. Agar shaybaning massasi 400 gram bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini toping deyilyapti. Yuqorida aytganimizdek, ishqalanish kuchi sabab jism tezlanish oladi va sekinlanuvchan harakat qiladi. Bunda ma barobar a o'rniga endi 2s taqsim t kvadratni qo'yishimiz kerak ekan. 2s taqsim t kvadrat ko'paygan m barobar masofamiz 20 metr, 2 ga ko'paytirsak 40. Uni 0.4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 16 taqsim vaqtimiz 25 barobar surat mahraj to'g'ri ko'paytirib olsak 0.64 chiqadi. Javob. 35. 5 metr taqsim sekund tezlik bilan x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan 4 kg massali jismga harakatga teskari 20 newton kuch ta'sir qila boshladi. Agar jism boshlang'ich koordinatasi -2,5 metr bo'lsa, to'xtagungacha qaysi koordinataga keladi deyilyapti. Demak, bu yerda birinchi tezlanishni topib olamiz. F taqsim m barobar 20 ni 4 ga bo'lsak 5 metr taqsim sekund kvadrat va bu tezlanish harakatga qarama-qarshi ta'sir qiladi. Demak, bu degani jism sekinlanuvchan harakatda ishtirok etadi. S barobar v0 minus at kvadrat taqsim 2 deydigan bo'lsak, o'rniga qo'ysak yoki birato'la koordinatasini topadigan bo'lsak, x barobar x0 plus v0 minus at kvadrat taqsim 2 deyishimiz ham mumkin. Minus 2
yarim plus v nolimiz 5 ga teng. Vaqtimiz esa noma'lum ekan. To'xtaguncha deyilyapti. Demak, uning uchun tormozlanish vaqtini topsak, v0 taqsim a ga teng bo'ladi. Bir sekundda to'xtarkan, demak o'rniga qo'yamiz. Plus 5 minus tezlanishimiz 5 ga teng bo'ldi. Vaqtimiz esa 1 sekund 2,5 barobar 0. Uning koordinatasi 0 ga teng bo'lar ekan. O'ttiz olti. Gorizontal taxta ustida yuk yotibdi. Yuk taxtadan sirpanib tushishi uchun taxtaga gorizontal yo'nalishda kamida qanday tezlanish berish kerak? Demak, gorizontal stol ustida taxtaning ustida yuk bor ekan. Agarda bunga biz qandaydir F kuchi bilan ta'sir qiladigan bo'lsak, bunda hosil bo'layotgan kuch shunday tezlanish berish kerakki, ana shu inersiya kuchi mana bu jismda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan ishqalanish kuchini yenga olishi kerak. Ya'ni mu mg imiz teng bo'lishi kerak m a ga. Bunda massalari qisqarib ketadigan bo'lsa, a barobar bo'ladi mu g barobar mu imiz 0.4 ga teng. Demak, 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berish kerak bo'ladi. 37. Keskin tormozlangan avtomobilning tormozlanish yo'li 10 marta kamaytirish uchun boshlang'ich tezligini qanday o'zgartirish kerak? Demak, v0 barobar ildiz ostida 2a s ga teng. Masala shartiga ko'ra s2 imiz S1imiz 10 ta S2 ga teng, ya'ni tormozlanish yo'li 10 marta kamaygan. Bundan v1 taqsim v2 ni topadigan bo'lsak, ildiz ostida S1 taqsim S2 ni o'ziga teng bo'lyapti. Ya'ni ildiz ostida 10 ga. Agar tezligi ildiz ostida 10 marta kamaytirilsa, tormozlanish yo'li 10 marta kamayadi. B javob. 38. Avtomobilning tezligi hamda g'ildirak bilan asfalt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 2 marta oshsa, tormozlanish yo'li qanday o'zgaradi? 38. S barobar v0 kvadrat taqsim 2 mu g bo'ladi. Bundan S2 taqsim S1 ni topadigan bo'lsak, v2 taqsim v1 ni kvadrati ko'paygan mu ga teskari proporsional bo'lgani uchun mu1 taqsim mu2 bo'ladi. Ya'ni S2 taqsim S1 barobar, masala shartiga ko'ra tezligi 2 marta ortyapti. Demak, kvadratning hisobiga nisbat 4 ga teng bo'ladi. Mu ham 2 marta ortyapti. Demak, mu2 ni o'rniga 2 ta mu1 ni qo'ysak, bu 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, qisqarib ketib 2 ga teng bo'lyapti. S2 barobar 2 S1. Agar boshlang'ich tezligi va mu 2 martadan ortsa, u holda tormozlanish yo'li ham 2 marta ortadi. A javob.